Odul Ostonaga kelmay, Agal Qumul Borisgulga berib, bosqinchi Mong'ollarni qo'g'lab chiqarib, tasarrufimizni yovning tahlikasidan qutuldirdi. Hozir minglagan bahodir sarkarda lashkarlar bilan bo'sag'imiz to'yida saqlab yetibdi. Navoda Qibligoyimiz Allohning rahmatiga musharraf bo'lib, Boqiga safar qilib qolsa, Xon tog'isi bilan didorlashtirmaganimiz uchun bizdan qattiq ranjiydi. Ochiqqa hay berolmay, Ostonaga bostirib kirib qolsa, Shahzodaning hujumini to'sib qola olishimiz basi mushkuldir. O'l chaqda Ostonani saqlab qilishimiz u yoqda tursin. Issiq jinimizni saqlab qilishimizmi tasga tushidi. Shunga janobi amirlarning bu ishqa kengash bilan aql qaror chiqarishini umid qilaman. Amirlar birdamlik pichir-pichirdan keyin yana jimib qilishdi. Ulus begining oxirgi so'zlari ularni vahimaga selib qo'ygan edi. Navoda Sultan Shirmuhammad xon qazo qilib ketsa, Shahzoda Uvays xonning mushu ishni bahona qilib Ostonaga hujum qiladiganligi ularga ayon edi. Shahzodaning tog'isini yo'qlash talbini oldirab qo'llasa, boshqalar sadoqatsiz deb ayblaydi. Qo'llamasa, Shahzodaning g'azabiga uchrashi aniq edi. Ulusbegi bu muhim ham qiyin masalani ularning qaror qilishiga qo'yib berib, mas'uliyatdan ustulik bilan o'zini chetga olgan edi. Ulusbegining cho'ng navrisi Sayyid Ali Olibning Shahzoda Uvays xon bilan birga ekanligidan xeyli burunli xabar topgan. Hamda Ulusbegining hozirgi so'zining o'ramidan Shahzodaning o'rdiga kirib, xonni yo'qlash talbini qo'llaydiganligini ta'minlagan o'rdi ishik og'isi Sulaymon Mirzo kalti yutilib eg'iz ochdi. Garchi biz janobi Qibligoyimizning behisob mehr shafqatiga noil bo'lib, yurtdorchilik ishlariga farmonbardor bo'lib kelgan bo'lsaqmi, qon qerindosh, urug' tuqqanlarning ishlariga ardisholmasmiz. Azaldan tog'i kasal bo'lsa, jiyanning yo'qlash yo'li bor. Buni hech kimning to'sish haqqi yo'qdir. Helimo Shahzoda oliylarini xeyli uzoq saqlatdik. Mening taklifim shulki, Shahzoda oliylari posibonimiz bilan didor muloqotda bo'lg'ay. Boshqa amirlarmi xuddi mushundaq javobni kutib turgandek, ishik og'isining taklifini bas-basda qo'llashdi. Shahzoda Uvays xonning o'rdiga kirishini xohlamaydigan amirlarmi noiloj ma'qullik bildirishga majbur bo'ldi. Janobi amirlar, mushu qarorga kelgan bo'lsa, meningmi boshqa so'zim yo'qdir, dedi Ulusbegi gapni qisqartib. Undaq bo'lsa, Shahzoda oliylarini o'rdiga chillab, hozirda taklif avatayli. Taklifni yetkazishga janobi ishik og'asi Sulaymon Mirzo mas'ul bo'lg'ay. Qolgan amirlar Shahzoda oliylarining istiqboliga chiqishga hozirlik ko'rgay. Farmonbardormiz, deyishdi amirlar o'rinlaridan turishib. Shahzoda Uvays xonning qarorgohi atigandan beri jimjitligiga yot holda o'ri to'pi bo'lib ketgan edi. Qarorgohda qo'riqchilik qilayotgan navkarlardan tortib, yelidan yilga u chidirdan bu chidirga kirib chiqib turgan mulozimlargacha hammasining chiroylarida odatdan tashqarqi bir jiddiylik hukm suratdi. Shahzoda Uvays xon, Sayyid Ali Olib, sarkarda Bo'ron xo'ja qatorliq bir qancha sarkardalar bilan Bargohi Olining yon tarafidagi Malika Davlat Sulton xonim uchun tikilgan hashamatlik chidir haramning ishki tuvida olli qandoq taqazzoliq, tashvish ilkida jimjit turishadi. Ichki hayojonini yo'shirolmagan Shahzoda Uvays xon titliq ilkida o'tki bilan yerdagi qorni to'xtamay tepatdi.
barliq sezgülerini jamlab, Chidir haramning ichiga quloq solatdi. Ha, shu daqiqada oy kuni to'shqan Malika Davlat Sulton xonim qattiq to'lg'oq yavatatdi. Osh vaqtidan boshlab tutgan to'lg'oq yeli kuchayib, yeli pasayib, ona bo'lish oldida turgan Malikani qiynayotdi. Malika Sulton xonim sarkarda Bo'ron xo'jining og'chisi qatorliq ayollar Ash'onining buyrug'i bo'yicha har xil amallarni qilyotdi. Chidashlik bersilar Malikam, baxtimizga bola 10 kun kuchab inji qilsalar, kuchsilar. Deydi Ash'ona Malikadan bakrak chip-chip tarligan holda. Ansirab ketmisizlar oliylari. Xudoyim oq yo'llik qilar. To'g'itning osini yo'q debdika. Deb tasalli beradi Sayyid Ali olib, Shahzodaning tashvishlik chiroyiga qarab. Ammo Shahzoda Uvays xonning quliqiga gap kirmaydi. Asiyodi tug'ilish oldida turgan bolasida. To'lg'oq azobida qiynalayotgan xotinida qolgan edi. Ayolining to'lg'oqqa bardoshlik berolmay, taryot ko'tirgan qiyofatini ko'z oldiga keltirsa, Alloh qandoq bir vahimadan vujudini ochiq titrak bosatdi. Bu dunyoga ko'z ichish oldida turgan bolasini ko'z oldiga keltirsa, tomir-tomirlariga bir shirin hayajon tarqaydi. Paypaslab kelgan yotish begi Shahzoda Uvays xonning abjesh tuyg'ulariga barham berdi. Oliylariga ma'lum bo'lg'ay. Ishq og'asi Sulaymon Mirzo o'rnidan maktub ilib kelibdi. Bu xabar hammalarning diqqatini o'ziga jalb qildi. Saqlab tursin. Dedi, beoram bo'lib turgan Shahzoda beab vaqtida kelgan mehmonni darhol qabul qilg'usi kelmay. Jiddiy ish bo'lmasa, ishq og'asini avatib yurmasdi. Dedi Sayyid Ali olib, nimanidir xiyolidan o'tkazib. Vaqtni kayniga surmay, ko'rishib baqsizlar oliylari. 9 qizning to'lg'oq tang tutibdi deb. Bu vaqtda o'rnidan xabar kelganini qarmandigan. Qo'dirdi sarkarda Bo'ron xo'ja. Bargohi oliyga boshlab kirsinlar. Dedi Shahzoda Uvays xon Sayyid Ali olibning taklifini rad qilmay. Bargohi oliyga kirgan Sulaymon Mirzo Shahzodaga salom berib, uzun hurmat ehtirom aralashgan xushomat so'zlarini qilishga boshladi. Uni Shahzoda silkivatdi. Hurmatli radio anglag'uchi do'stlar. Yozuvchi Yosinjon Sodiq Cho'g'lonning Bahodirnoma nomli 6 qismli tarixiy romanining birinchi qismini bugun mushagicha anglatdik.